Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan yana men va bugun mana bu o'ynagan survival dunyomizni ikkinchi qismini davom ettiramiz. Bu yerdan ozgina kovlagandim tosh, uyimni ham qurgandim, hali tomi yo'q uy. Ozgina o'zgarishlar qildim. Video olmasdan o'ynadim ozgina. Ozgina temir topdim. Mana hozirgina pishdi. Juda ham ko'p tosh kovladim. Ko'rishingiz mumkin. Bu kirgani yaqinda esladim. Mana ko'rishingiz mumkin. Va o'zimga olmos topgani kovlab tushish uchun joyni ham belgilab qo'yganman. Bugun shu yerni kovlaymiz do'stlar. Qani unda ketdik. Okey, hali hech qancha kovlamadim. Okey, nimadir chiqadi deb umid qilaman. Olmos topa olamizmi, ko'ramiz. Okey, sizlar esa obuna bo'lib like bosishni unutmang. Chunki bu ishingiz menga juda ham ko'p motivatsiya beradi va videoni oxirigacha ko'rishni ham unutmang. Ham qiziqarli bo'ladi albatta. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring va keyin nimadir bo'ladi. O'zi bu yergacha yetib keldik. Yaxshi. Okey, videoni ozginasini kesib turaman. Sizlarga maroqli tomosha tilayman. Hozircha xayr. Okey, mana koordinatalarga qarab keyin pastga qazib tushib ketyapman. Olmos topa olamizmi, ko'ramiz. Okey. Hozircha olmoslar yo'q. Okey. Qaziymiz. Olmos. Qoyil. -51. Bu yerda ko'p ekan. Qoyil. Omadimga bunchalik ishonmagandim. Qani ko'ramiz endi. Pastda ham omadim keladimi? Yo'qmi? Yaxshi, shunchaki kovlab ketyapman. O'ylaymanki yo'q, menda chiroq yo'q. Qanday qasdga chiroq nurni unutishim mumkin? Qanday mayli. Olmos. Yana olmos. Yaxshi, good. Bu yerda juda ham ko'p ekan. Yaxshi. Bu yerda juda ham ko'p olmos. Shunaqa ko'p olmos chiqsa veyn der adashmasam. Okey. Hozircha videoni kesib turaman. Ozgina daraxt to'playman va narvon qo'yaman bu yerga. Shuning uchun video kesiladi. Okey. Hammangizga xayr, ozginaga. Okey do'stlar. Men narvon yasadim. Qo'ydim, qo'yib chiqdim. Hozir narvon yasagandan keyin tushishdan oldin yana esimdan chiqibdi. Shunchalik ham bo'ladimi odam degan. Esimdan chiqibdi. Chiroq yasab olish. Shuning uchun hozir bu yerga kiramiz. Buni yasaymiz. Bunday qilamiz va olmosli kirka ham olishimiz kerak, chunki bizga hali chiroq kerak bo'ladi. Endi mayinga olaman. Undan oldin esa qushlarimga qarab qo'yay. Salom, yaxshi turibsizlarmi? Yaxshi. Ozgina o'tirib turinglar, keyinchalik toshdan sizlarga ham uy quramiz. Okey do'stlar, ketyapmiz. Bilan lekin ancha omadim keldi. 18 birpasda 5 ta izumrud ham bor. Buni ikkinchi qo'lga ushlab olamiz. Okey bro. Juda ham tez sanalyapti.
Koordinatalar. Okey, men ketyapman olmoslar, meni kutib oling. Men ketyapman. Ozgina qoldi. Ozgina. Endi videoni kesmayman. Chiqib ketib qolmang, albatta videoni kesmay kovlayman. Okey. Ozgina kovlab chiqib ketaman baribir hozircha. Hozirgi vaqtda bizda yetarlicha olmoslar bor. 15 dona. Nechinchi kunligini bilaylik-da, 4-kun. Okey, 4-kun o'ynashim ekan bu dunyoda. Okey. Temir ham chiqsa zo'r ish bo'lardi. Hop, bu nima edi? Nima edi bu? Temir. Oh, olmos. Temirlar shunchalik omadli bo'ladi deb hech o'ylamagandim. Vau, bu yerda ko'p ekan. Vau. Qo'shiq. Okey. Endi qolayotgan bo'ladi pastdagi. Tepadagi anchagina bo'lgan. Okey, anchagina topishimiz kerak. Oh, olmos bor ekan bu yerda. Yaxshi, ko'ramiz nechta ekan. Bugun qanday? Okey. Bu yerda 4 ta shekilli. Yo'q, bu yerda ko'proq bor ekan. Okey, qani kovlaymiz. Kovlaymiz. Bu yerda ko'proq yo'qmikan? Ko'ramiz. O, bor ekan. Ko'p bo'lsa, qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Okey, bu olmoslarni olamiz. Menda anchagina bo'ldi. Boshqa yo'q bo'lsa kerak bu yerda. Okey, hozir yana kovlaymiz. Yaxshi, kovlaymiz. 34 ta olmos. Yo'q, bu men uchun yetarli. Anchagina yetarli. Endi sekingina tepaga chiqib olamiz. Tepada meni zombilar galasi kutib turgan bo'lsa kerak. Siz esa do'stlar obuna bo'lib like bosishni unutmang. Qani bosamiz, like'larni yondiramiz. Obuna ham bo'lamiz. Videoni oxirigacha ham ko'ramiz. Oripov Play'ga ham obuna bo'lamiz. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, yaxshi, deyarli chiqib bo'ldi. Tezroq harakat qilishga urinaman. Zombilar ba'zimiga tayyor turishimiz kerak endi, ko'p ehtimollik bilan. To'g'rimi? Hozircha atrof tinchlik. Hozir tezroq borib uxlashimiz kerak. Okey. Uxlashimiz kerak. Eshikni yopamiz va kechirasiz janob qishloq, lekin bu bizning joyimiz. Asli bizniki emas-ku, mayli. Okey, uxlab turdik endi. Okey. Endi hozir olmosli kiyim yasashimiz kerak. Boltalar ham yasaymiz albatta. Ko'ramiz. Okey, deyarli menda to'liq bronya bor. Va bu ajoyib degani. Buni yechamiz va buni kiyamiz. Va bizda to'liq. Endi o'xshaydi. Va bizda to'liq kiyim. Ko'rib qo'ying. U yerda skelet bor. Hozir o'ldiramiz uni ham. Sen bugun o'lasan do'stim. Afsuski o'lasan bugun. Okey, yaxshi. Bu yerda baliqlar spawn bo'lmaganmikin? Ko'ramiz. Bu yerda spawn bo'lmasa ham kerak, yana bilmadim, lekin ozgina kattaroq joyda spawn bo'lib qolar. Bon yillar bilan SWOTlar qo'shilgan joyda. Bu yerga o'zim qilgandim, lekin hech narsa spawn bo'lmabdi. Hali hayot nimaga bunchalar qiyin. Mayli, endi it qidirib ko'ramiz. It emas, bo'ri. Tuzik qidiramiz.
Tuzik chiqib qolishi mumkin. Ko'rganday ham bo'lgandim undan. Va mana Tuzik. Menga o'rganasanmi Tuzik? Yaxshi Tuzik. Va mana Tuzik. Sening isming bugundan boshlab Tuzik. Yoki boshqa ism topsalaring kommentariyalarda yozib qoldirishni unutmang. Tuzik. Bitta narsa qilamizmi? Hozir bo'yinbog'ini bo'yasak bo'ladi. Yaxshi. Ko'k olamiz, ko'k. Yo'q, pushti bilan qilamizmi? Yaxshi, pushti bilan qilamiz. Buni ekamiz. Endi sening bo'yinbog'ing pushti, lekin pushti deyarli qizil bilan bir xil ko'rinadi. Shuning uchun baribir ham ko'k bilan qilganimiz yaxshi. Okay, alright. Va Tuzik, ko'k bo'yinbog'li Tuzik. Endi Galemni o'ldiramizmi? Okay. Birinchi navbatda Tuzikni hozir bu yerga o'tirg'izib qo'yishimiz kerak. Chunki u ham Galemga yopishib yuborishi mumkin. Shunda Galem uni menga qaramasdan o'ldirib tashlaydi. Shunda men Tuzikimdan ayrilib qolaman. Oripov Play ham Tuzikdan ayrilib qoldi-ku o'zining videosida. Men ham o'shanday bo'lmaydi. Okay, gulni ekamiz. Yaxshi, temir berdi. Endi yuguramiz uyga qarab. Okay, uyga kelamiz. Hozirgina Tuzik boqib oldim-ku axir. Tuzik, bu yerga kel. Yaxshi. Endi Tuzik bilan kelajakda bo'ladigan Martinimizga uy quramiz. Qanunda ketdik. Eshikni yop. Yaxshi, hozircha videoni kesib turaman. Uy bitgandan keyin ko'ramiz. Hozir shu yerga uy quramiz. Va obunachilar mana tayyor. Aziz do'stlar, ko'rishingiz mumkin bu yerda yarmi Tuziklar uchun bitta bo'lsa ham mayli, Tuzik uchun, yarmi esa Martin uchun. Bu yerni ozgina rostlaymiz. Ana yaxshi ko'rinyapti, looking good. O'zimni ham qamab qo'ydim-ku. Martin uchun. Martin. Hozir ozgina ovqat olishim kerak, o'zim uchun emas, o'zimga non bor. Tuzik uchun. Tuzik uchun ovqat. O'zimga non yetadi. Tuzik uchun lekin ovqat kerak albatta. U bilan jang qilamiz hali maxluqlar bilan. Shuning uchun unga juda ham ko'p kuch kerak bo'ladi. Salom Tuzik, ovqat yeyishni xohlaysanmi? Oldin narsalarimni saralab qo'yib olayin-da. Keyin senga ovqat beraman Tuzik. Tuzik. Birorta ism bo'lsa yozib qoldiring kommentlarda. Kutaman. Tuzik, yeysanmi buni? Yaxshi, endi uyingga olib boraman seni. Yangi uyingga. Tuzik, kelyapsanmi? Tuzik? Tuzik, bu yerga kel. Tuzik. Bu yerga kel. Yaxshi edi. Shu yerda o'tirib turgin-da. Endi eshigini nima qilamiz? Eshigini nima qilamiz? Birorta uydan o'g'irlaymizmi? Davay deb uydan o'g'irlaymiz. Okay, ozgina olamiz. Men hech narsa qilganim yo'q. Shunchaki shu yerlarda aylanib yuribman. Buni hech kim ko'rmadi, okay? Hech kim ko'rmadi. Okay. Sizlar esa hoziroq obuna bo'lib, like bosishni unutmang, chunki bu men uchun juda ham muhim. Okay. Eshiklar bitdi. Okay, bu yerda men ozgina uyimni pastki qavatini rostlashga ahd qildim. Qanunda tez rostlaymiz. Okay, shu yerda biror tezroq qurib olsak. Tez. Keyin uyimizni ham kattaytirarmiz balkim. Daraxt chopamiz, daraxt. Okay. Videoni ancha joydan kesib tashladim yana. Adashmasam taxminan 1 soatcha o'ynaganman bu videoda. Men shuncha vaqtimni videoni yasashga, boshqa narsaga ketkazyapman. Sizlar esa hali ham like bosib yoki obuna bo'lganingiz yo'q. Like bosing va obuna bo'ling. Bu meni juda ham katta qo'llab-quvvatlaydi meni.
Shuning uchun tezroq bo'ling, tezroq like bosing. Endi uyni ikkinchi qavatini qurish uchun ozgina daraxt chopib kelishimiz kerak. Buning uchun zina quramiz. Zina qursak yaxshi bo'ladi. Shundaygina zina quramiz. Okey. Bu ozgina sizlar uchun zerikarli bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozir men videoni kesib turaman. Okey. Va mana biz zinani qurib keldik. Hozir bu yerda daraxtlarni chopib olay, ko'rsataman. Okey. Daraxt chopamiz. Okey. Versiyani yangilaymi ya? Endi misli aslahalar menga kerak bo'lmasa ham kerak va mana zina yaxshi ko'rinyapti. Hozircha undan ham yaxshi qilamiz yaqinda. Sekingina bu yerdan tushamiz va mana bunday zinalar ham qo'ydim. Tushish va chiqish tez bo'lishi uchun. Men o'zim o'ynayotganimda bunchalik tez ko'rinmagandi. Hozir videoni qaytadan ko'rib chiqaman. Okey. Ozgina tosh olamiz hozir va birinchi bo'lib yo'q, men kattagina xato qilib qo'ydim. Bu yetmaydi-ku uyimni tomini qilgani. Endi yana qaytib chiqishimga to'g'ri keladimi? Hayot qanchalar beshafqat-a. Bir pastada tugadi. Endi ozgina toshlardan ham olamiz, chunki zinalarni ham yasash kerak-ku. Baribir ko'proq zinalar kerak. Okey, buni tez qilib olamiz. Okey. 12 ta. Shunisi yetib qolsa kerak. Yaxshi. Good. Boramiz hozir. Tezda chiqib olamiz. Juda ham tez. Shunaqada orada tushib ketib qoldi. Shuncha narsani bu yerga qo'yishimiz kerak zinalarni. Bu xato qo'yib qo'ydim. Hozir sindiramiz. Okey. Yaxshi ko'rinyapti. Bu yerda bitta ortib qoldi-ku. Qayerga qo'yamiz buni? Bu yergami? Ana endi yaxshi ko'rinyapti. Hozir ozgina daraxt chopib olishim kerak. Okey. Videoni kesib 44 dona daraxt chopib oldim. Bu yetarli bo'lishi kerak. Okey, endi pastga tushib olamiz. Bu yerdan sakrasamchi, anchagina jon ketarkan, yaxshisi sakramaymiz. Shunchaki jim bo'lib o'ynab yuramiz. Ikkinchi qavatini quramiz hozir uyni. Kesib turibman videoni, yo'q. Kesib turaman baribir. Sizlar uchun ozgina zerikarli bo'ladi. Bu yerdan qurib olamiz, yaxshi. Uyni baholaysiz, hali bitmaydi. Bu videoda bitira olmasam ham kerak. Boshqa ishlar ham bor hali qilgani. Bitgandan keyin albatta baholang. Bu joyni o'lgunimizcha o'ynaymiz mayli. Balkim 3 yil, 4 yilga ham cho'zilib ketar bu dunyo. Chunki biz hardkorda emasmiz. Bu degan muammo yo'q. Bo'lsak, narsalarimiz yo'qolsa ham tirik qolamiz. Qayta respawn bo'lsak bo'ladi. Yo'q, buni xato qildim. Bu yerga bundaydan qo'yish kerak deya. Shuning uchun ko'proq daraxt olish kerak degandim men. Mana deyarli bitib qoldi. Bu yerga balkon qurmoqchiman do'stlar. Ko'ring, yaxshi manzara. Okey, hozir bizga ozgina gilas, ozgina qum kerak. Qum qidirishga boramiz mayli. Yaxshi qumni topib keldim albatta. Endi men tuzik bilan jang qilishga ahd qildim. Ozgina o'rgimchaklar o'ldirmoqchiman. Tuzik kelyapsanmi? O'rgimchaklar o'ldirsam menga narsalar tushadi. O'sha ip bilan qarmoq yessam bo'ladi. Qarmoq bilan baliq tutaman. Baliq bilan Martin boqib olaman. Yaxshi g'oya.
Yaxshi g'oya. Ismlar yozib qoldiring, lekin mushukka 100% aniq aminman. Martin deb ism qo'yishni, boshqa ism kerak emas. Bitta Wolf Boriga yozib qoldiravering, Tuzik ham turaversin. Bu yerda ozgina qazish ishlarini olib borgandim o'tgan videoda. Zombilar yo'qmi? O'sha paytlar meni o'ldirgan kriperlar easy'da turibdi ekan. Mayli, hard qilamiz. Hard. Okey, qani ular? Qani? Hech kim yo'q-ku. O'sha paytlar meni ajalimga aylangan, mening videoga olmagan bo'lsam ham o'ynayotgan hardkor, dunyoyimni tugatgan skeletlar. Voqea qanday bo'lganda, reydni yo'q qilayotgandim. To'satdan kelib skelet meni otdi. Bu yerdan kelib bolta ko'tarib yuradigan meni bitta urdi. Jonim bitta qolganda skelet bitta otib o'ldirib qo'ydi. Qanday qayg'uli. 33 kun yashagan edim. Artefaktniki bilan deyarli bir xil bo'lgan. Artefaktni ham qishloqda uyni ustida o'tirganda joni kam edi, keyin nimadir kelib urgan, pastga tushgan, keyin skelet otgan, o'lgan. Hali bitta ham totem olmagandim, lekin o'sha totemlarga harakat qilayotgandim. Skeletlar, bu yerga kelinglar. Nimaga ular qochib ketyapti mendan? Menimcha mening tuzikim sababli. Endi qo'yqadigan bo'lib qoldilaringmi? Mana shunday bo'ladi. Uno reverse deb atashadi buni. Okey, o'ldiramiz. Creeperni ham o'ldiramiz. Yo'q, portlama. Faqat Tuzik yoniga borma. U seni o'ldi. Yo'q, Tuzik. Okey, va o'l. Yaxshi. O'rgimchak yo'qmi? O'rgimchak. Menimcha yo'q. Ozgina qidiramiz, mayli. Okey, yaxshi. Okey, o'rgimchak topolmadim, lekin uxlagan joy topdim. Hozir uxlab olamiz. Balkim hozir chiqib qolar, balkim. Menimcha chiqmasa kerak. Okey. Menda juda ham ko'p shisha bor. Shisha. Bu yerda balkon ham qurib bo'ldim. Videoga olinmay qoldi. Tuzik, uyingga borishni xohlaysan? Balkon qurdim. Ajoyibgina, shinamgina, kichkinagina. Bu yerda Tuzikni uyiga olib kirishim kerak. Okey. Endi qiladigan ishimiz bizni nima qilamiz? Ferma quramizmi? Ferma quramiz. Shu yerga qurishga qaror qildim, ahd qildim fermani. Okey, buni bunday qilamiz. Bularni esa sekingina, astalik bilan bunday qilib chiqamiz. 5 ta, yaxshi. Uyda ozgina urug'im ham bor, ularni ham ekamiz. Okey. Yaxshi, good. Okey. Va aziz obunachilar, kanalimga obuna bo'lishni aslo ham unutmang. Chunki bu menga juda katta motivatsiya bo'ladi. Va hamma videolarni ko'rib turing. Qo'ng'iroqchani qizartirib qo'ysangiz, hamma videolarni xabarini olasiz. Men qo'ygan vaqtimdek. Keyin o'zim server ochish haqida o'ylab turibman. Aternos server bo'ladi baribir, yoqqanimda o'ynaymiz kirib birga. Lifestyle server bo'ladi. Lifestyle nimaligini tushuntirsam. Lifestyle degani, agar birorta o'yinchini uchratdingiz, uni o'ldirsangiz, sizga uning bitta joni qo'shiladi va undan bitta jon olib tashlanadi. Masalan, sizda 10 ta jon, unda ham 10 ta jon. Siz uni topdingiz, o'ldirdingiz u odamni, sizda 11 ta bo'ladi va u odamga 9 ta jon qoladi. Agar hamma jonlaringizni yo'qotsangiz,
1 soatga serverdan ban olasiz. 1 soatga olasiz. Yaxshi, bu yerda ozgina dekoratsiya qilishga ahd qildim hozir. Dekoratsiya qilamiz. Mana shunday narsalar bilan ajoyib ko'rinadi. Va o'sha serverimni IP'sini keyingi videolarda aytib o'taman. Okey. Bu yerni bekitib qo'ydim-ku, hozir ochamiz. Ko'proq olmos topishga ham harakat qilamiz keyingi videolarda albatta. Sizlar keyingi videolar uchun obuna bo'lishingiz kerak. Bularni tez qo'yib tashlaymiz. Ancha yaxshi ko'rinyapti-ya. Yaxshi. Bo'ldi, ancha yaxshi ko'rinyapti. Ba'zi joylarini rostlab qo'ysak, juda ham yaxshi. Yaxshi. Bu yerni ham ozgina rostlaymiz. Hop, bu yerni bu yerga, buni bu yerga qo'ysak. Okey. Bo'ldi, endi ozgina o'tdan ham yulib olamiz va o'tlar bilan ham dekoratsiya qilamiz. Menimcha o'tlar bilinmasa kerak, lekin baribir qilib qo'yaylik. 12 ta grace bor. Okey. Okey, bu yerda men ozgina baliq ovlashga ahd qildim. Baliq ovlaymiz. Yaxshi. Bu yerda chiqadi hozir. Chiqish kerak. Nimagadir tez chiqmayapti. Yaxshi, ozgina kutamiz. Siz esa obuna bo'ling, like bosing. Albatta unutmang. Okey, mana men anchagina baliqchilik qildim va 5 ga 9 ta baliq topdim. Endi Martin qo'lga o'rgatamiz. Martin, qayerdasan? Bu yerda 2 tasi bor ekan. Yoniga chiqsam qochib ketmaydimi? Sekingina yoniga chiqamiz. Sekin Martinlarning yoniga chiqamiz. Okey. Martin, yaxshimisan? Menga o'rganasanmi? Martin? Yo'q, menga o'rganishmayapti. Okey, hozir ana o'rgandi. Senga baliq qolmadi-ku. Mayli, baribir ham bitta Martinimiz bor-ku. Yaxshi. Endi bu Martinni uyga olib borishimiz kerak. Okey, Martin, kela qol Martin. Uyingga kel Martin, uyingga. Yaxshi, kelarmikan shunday tursa? Nimagadir kelmayapti. Yaxshi, hozir narigi tuzikdek yonimga teleport qilmasmikin bu ham? Okey, ko'ramiz. Bu yerdamikin? Bu yerga kirib qopti-ku. Martin, yonimga kel. Martin. Okey, bu ham teleport qilar ekan-ku. Yaxshi. Okey. Martin, kelyapsanmi? Martin. Okey, nimagadir kelmayapti. Martin kelishni xohlamayapti. Bu yerda kirmabdi. Okey. Hozir uxlab olishimiz kerak. Ertalab qidiramiz Martinni. Okey, Martin qanisan? Martin? Bu yerga kirib ketdi. Martin. Buni qaranglar, Martinni yotib olganini qaranglar. Juda ham chiroyli. Pretty, ajoyib bo'lib yotyapti. Sen nimaga? Bu qishloqning nomi Mason. Bu yomon-a? Mason degan yomon narsani anglatardishmisan? Okey, buni yopib qo'yamiz. Martinni bezovta qilmasliklari uchun. Okey. Xo'p, aziz do'stlar, bugungi videoni shu joyda yakunlayman. Kanalimga like bosib obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.